国是当今在基因研究上投入最多的国家之一，这些投资总额达数十亿美元，被用作中共的种族灭绝工具，而不是为了人类的利益。欧洲战略政策研究所前日发布报告指，中国早在2013年与2016年已分别与西藏与东突厥散以年度健康检查名义采集当地的少数民族 DNA 样本。2017年底，中共国安部更将该项计划扩展至中国其他区域，针对几百万男性公民，包括学龄前男童，进行 DNA 血液样本采集。报告指，中共国安系统采取的是一种名为 YSTR 的基因，而来自同一父系的男性之间 YSTR 图谱很少会有差异，以及通过 YSTR 图谱分析就可以将未知男性连接到已知的父系家族族谱。这等同中共当局可以用基因资料监控几乎所有中国男性，只要家族中有一人被认为有不法思想，就可能牵连其亲属及远亲。用连坐处分的恐惧，在中国境内制造更彻底的寒蝉效应。Amerika Avam Palatasining boshlig'i Nancy Pelosi Amerika prezidenti Trampning Uyg'ur kishilik huquq siyosati qonunining ijrosini vaqtincha kechiktirish haqidagi so'zlarga norozilik bildirdi. Pelosi bayonotida mundaq dedi: "Agar Amerika savdo endishisi bilan Xitoydagi kishilik huquq haqida so'zlamasa, undaqda biz dunyoning har qanday yerida kishilik huquq haqida so'zlash nuqtasida axloqiy afzalligimizni yo'qotamiz." Pelosi tilga ilingan usulning qabul qilg'ili bo'lmaydiganligini ta'kidlab, savdo kelishimi imzolash uchun davrimizdagi eng og'ir kishilik huquq dafsanchiligiga yo'l qo'yish kishini hayron qoldirdi dedi. Amerika tor taratqusi Axios dushanba kuni Amerika prezidenti Tramp bilan o'tkazgan ziyoratning mazmunini e'lon qilgan. Tramp'dan Uyg'ur kishilik huquq qonuniga asosan Uyg'urlarni bostirishga qatnashgan Xitoy amaldorlariga jazo yurgizmaslik haqida so'ralganda, u vaqtincha jazo yurgizmaydiganligini aytgan. U o'zining Xitoy bilan 250 milliard dollarlik savdo kelishimi ustida suhbatlashayotganligini ta'kidlab, "Mening Xitoydan boj olishim har qanday embargodan texmi yomon" degan. 中国方面星期二证实，印度和中国军方星期一在中印边界举行军长级会晤，双方达成双方军队脱离接触以避免冲突或冲突升级的协议。中国外交部发言人周立坚介绍说，6月22日，中印两国边防部队在边境地区举行了第二次军长级会晤。他说，此次会晤的举行表明中印双方希望通过对话磋商破除分歧，管控事态，缓和局势。会晤期间，双方同意采取必要措施推动事态降温。印度军方表示，印度和中国的军事指挥官已同意从一段两国存在严重争议的边界撤军。印度军队发表的声明中说，拉达克摩尔多地区指挥官级别的会谈是真诚、积极和建设性的。声明指出，在撤军方面达成了共识。美国已向联合国安全理事会提出一项决议草案，提议延长对伊朗的武器禁运。武器禁运是2015年伊朗核子协议的一部分，定于10月到期，但华府致力延长这项禁运，因为美国与世仇伊朗紧张情势依然高涨。美国在提交给联合国安理会的新决议草案中，要求禁止向伊朗出售、供应和转让武器及相关材料。该法案还要求进行检查，只要有合理的理由，禁止那些前往伊朗的船只上的材料。推特周二再度将美国总统特朗普的一贴推文贴上了警告通知，并将其隐藏，认为这条推文违反了关于禁止滥用行为的推特规则，但因符合公众利益而保留。当地时间22日，华盛顿示威者聚集白宫附近的拉佩特广场，试图拉倒一座美国前总统安德鲁·杰克逊的雕像。不仅如此，他们还在白宫附近竖起临时路障，成立了一个黑工自治区。特朗普的推文称，只要我是你们的总统，华盛顿特区就不会有自治区。如果他们敢试，他们将会遭到严厉的武力对付。